Timur Rais Show obuna bo'ling. Men Xo'jamo Muborak Tursunovna 2012-yildan buyon Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. Bevosita shu xizmat uylariga, hokimga, prokurorga, tuman soliq inspeksiyasi rahbarlariga qurilgan xizmat uylariga qo'shni bo'lib yashayman. Mana 2 oy 3 oydan buyon internetlarda Gulirona Qosimova ayolimiz chiqib intervyu beryapti. Har xil gaplar gapiryapti ichki ishlar xodimlariga nisbatan. Biz bilamiz, shu mahallada yashaymiz. Bizning tumanimiz kichkina tuman. Qaysi ayol qanaqa, qaysi inson qanaqa, hamma biladi mahalla-ko'y. Shart emas Gulirona Qosimova bizni himoya qilishi, bizni Furqat tumani ayollari nomidan chiqib har xil intervyular berish shart emas. Kelib ko'ringlar, bizni ham ko'ringlar, Gulirona Qosimovani ham ko'ringlar, tanishinglar, suhbatlashinglar, xabardor bo'linglar bittagi voqealardan. Mana Gulirona Qosimova har xil intervyular berib, jurnalistlar bilan chiqishlar qilyapsiz. Butun nimani ayollarni himoya qilyapman deyapsiz. Xudoga shukr, biz ayollar himoyaga muhtoj emasmiz. Bizni himoya qilib oladigan oilamiz bor, o'g'illarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Hadeb o'sha ichki ishlarni qoralayapsiz. Ularni qoralashdan oldin o'ylang, siz ham ayolsiz, biz ham ayolmiz. Ularning ham ota-onasi bor, oila a'zolari bor. Bo'lgan-bo'lmagan gaplarda hammasini intervyu qilib aytib qoralamang. Avval o'zingizni himoya qilib oling. O'zingiz nimaga bordingiz o'sha yerga? Nima uchun bordingiz? Nimaga o'zingizni himoya qilar ekansiz? Yoningizda bitta guvoh bilan, yo dugonangiz bilan, yo farzandingiz bilan, yo o'sha sizni pul zaril bo'lgan turmush o'rtog'ingiz bilan bormadingiz o'sha xonadonga, o'sha xizmat uyiga. Telefonda gaplashing, uyiga boring, ishxonasiga boring. Nima qilasiz? Xizmat uyiga, xilvat joyga borib. O'zingizni himoya qilib olding, keyin bizni boshqa ayollarni himoya qilasiz. Biz bevosita ertalab kiramiz, chiqamiz, yo'l-yo'lakay ko'ramiz. Nimaga bu kelyapti xizmat uyiga? Bitta nima qilar ekan degan savollarni beramiz. Hamma voqealarni biz ham ko'rib, bilib, eshitib turamiz. O'sha mahallada bizning oilamiz bor, qizlarimiz bor, kelinlarimiz bor. Hammani sha'ni o'zi uchun zarur. Birinchi o'rinda har bir oila o'zini himoya qiladi. Kerak bo'lsa aytamiz biz ham mahallaga, ichki ishlarga. Biz murojaat qilmasak, ular qayerdan biladi, qayerdan noqonuniy holatlar bo'layotganini. Mana shu tumanimizda qurib bitkazilib foydalanishga topshirilgan xizmat uylari prezidentimiz tashabbusi bilan shu bizning rayonimizda naf teksin, uzoq masofadan kelib ishlamasin, boshqaruv organlari deb foydalanishga topshirilgan. Lekin bu xizmat uyimi, xilvatxonami, nima islohotxonami, bu nima uchun, qanday xizmat qiladi bu? Agar shu xizmat uyida boshqaruv organlari, rahbariyatimiz oilasi bilan yashamasa, nima keragi bor shu xizmat uylarini bizga? Ko'chadan har xil ayollar keladigan bo'lsa, begona shaxslar keladigan bo'lsa, bizning mahallamizga xizmat uyini bizga nima foydasi tegadi bo'lmasa? Masalan, men ichki ishlar xodimlariga nisbatan har xil kommentariyalarda yozilyapti, o'qib, kuzatib boryapman, fikr bildirmayapman. Fikr bildirmay turishimda endi iloji qolmadi. Oxiri men fikr bildirishga keldim. Fikr bildirishimdan maqsad meni uyimda, meni oilamga nisbatan og'ir jinoyat sodir etilgan. 22-yil 5-yanvar kuni meni uyimga og'ir bosqinchilik jinoyati sodir etilganda, meni o'zimda oilamga nisbatan. Shunda aynan shu soliq inspeksiyasining boshlig'ini xizmat uyida, o'sha xilvat uyida bo'lgan voqeaga yetib borgan ichki ishlar xodimlari meni chaqiruvimga binoan, meni o'g'limni chaqiruviga binoan meni uyimga yetib kelgan. 2,5-3 minutda ichida kelib shu jinoyatni joyida ochgan. Shu ichki ishlar xodimlari ochmaganda hozir bilmadim, meni nima bo'lardi, hayotim nima bo'lardi, bo'larmidim, yo'qmidim shu hayotda hozir. Shularning foydasi tekkani uchun men chidalmayapman. O'rganinglar, bilinglar, ko'ringlar, Gulirona Qosimovani kommentariyasiga har xil fikr yozadigan yurtdoshlar, sizlar kelib, ko'rib, tanishib, keyin yozinglar. U ayol o'zi kim u? Bu ichki ishlar xodimlari kim? Hozir bu bevosita ichki ishlar xodimlari birovni voyaga yetmagan qizini yordam ko'rsatamiz, qutqaramiz, bitta jinoyatni oldini olamiz deb shu muammoga boshlari kirib qoldi. Hozir o'zlari ham pushaymondadir shu yigitlar. Bilinglar, o'rganinglar, kommentariya yozishdan oldin har tomonni o'rganinglar.
Agarda hozir biz shu ichki ishlar sha'nini badnom qiladigan bo'lsak, bularni har xil qoralovchilarni kommentariyalarda yoritib boradigan bo'lsak, bizga kim yordam beradi? Meni bosqinchilik bo'lgan uyim aynan shu ichki ishlarda xizmat uyini yonida qo'shni bo'lib yashayman. Hozir bular biz qoralasak, ertaga bizga kim yordam beradi? Ertaga bundan boshqa yana mudhish xatolar bo'lsa, voqealar bo'lsa, bosqinchilik bo'lsa, kimnidir voyaga yetmagan farzandiga yordam ko'rsatish kerak bo'lsa, kim boradi ichki ishlar xodimlari bormasa? Kim yordam ko'rsata oladi bizga?